Mani kuzatuvchilarim, menimcha men bugun ham Dongfengga kelganman yoki bular bilan bugun urush qilaman yoki bo'lmasam shartnomamni отменить qilaman. Bugun уже 3-marta kelishim. Qaranglar, salonda umuman 008 yo'q. Bugun 008 ni 3-challenge videosini olishimiz kerak edi, lekin mashin yo'q. Bugun men aslida Dongfeng avtosaloniga 008 avtomashinasining 3-challenge-ni olishga kelgan edim, lekin hamma mashina sotilib ketganligi sababli unga o'xshab ketadigan, lekin narxi ancha arzon bo'lgan L8 avtomobilni obzor qilib beraman. Gapni avtomobilni yuragi bo'lgan dvigateldan boshlasak, 1,5 litrlik turbo dvigatel 360 ot kuchiga ega. Avtomobilimiz gibrid bo'lib, ham to'xta, ham benzinda harakatlana oladi. Yurish masofasi bo'lsa 2000 km. Avtomobilimiz 8 soniyada 100 kilometrgacha chiqadi. Yoqilg'i sarfi 3-4 litr. Avtomobilimizni bemalol tejamkor deyishimiz mumkin. Top reytingda turadigan Michelin brendining 19 dyumli diska ballonlari va 2 qavatli bo'lgan yorqin optik faralar. Mana bu aerodinamik ruchkalarni ochishingiz bilan sizni o'zgacha did bilan ishlangan keng va yorqin salon interyeri kutib oladi. Bunaqangi yumshoq charmlarda o'tirishingiz premiumni yanada yaxshiroq his qilishingizga yordam beradi. Multirulimizni o'zi ham 2 xil koja bilan qoplangan, markazda ham kattagina sensorli monitor va butun tom bo'ylab katta panorama. Yo'lovchilarni unutmagan holda ular uchun sensorli ekran va muzlatkich mavjud. Ushbu avtomashinamizning narxi 322 million 400 ming. To'g'risi ushbu avtomobil ham Dongfeng 008 ga o'xshab ketar ekan, lekin 5 o'rindiqli va ancha narxi arzon. Ushbu avtomobilimizni test drive qilib ko'rish istagida bo'lgan mijozlarimiz bemalol Viloyat Avto City'dagi Dongfeng avtosaloniga tashrif buyurishingiz mumkin.